Hammaga assalomu alaykum. Siz koreys kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida hamma ma'lumotlarni aytib beradigan Comix.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Ampula va serum o'rtasidagi farqni bilasizmi? Ko'pchilik bu farqni bilmaydi. Axir har bir ishlatayotgan kosmetikangiz bunga bog'liq. Bugun men sizlarga ikkalasini farqini juda ham oddiy, sodda qilib tushuntirib beraman. Serum nima? Serum muntazam parvarish qilish uchun konsertlangan mahsulotdir. Bu muammosiz, ammo barqaror ishlaydi. Uning maqsadi namlash, porlash, yuzimizdagi porlarni toraytirish, tinchlantirishdir. Serumlar odatda teksturasi juda ham yengil bo'ladi. Uni kundalik parvarishimizda ertalab va kechqurungi parvarishda bemalol ishlatsak bo'ladi. Chunki ularning teksturasi juda ham yengil. Ampula nima? Ampula ko'proq konsertlantirilgan va kuchli mahsulotdir. Terini tez tiklashga muhtoj bo'lgan kurslarda albatta ampula qo'llangani ma'quldir. Misol uchun aytamiz, stressdan so'ng, kuchli pilinglardan so'ng yoki pigmentatsiya paytida kuchli ampulalardan foydalansangiz bo'ladi. Ampulada kundalik parvarishdan foydalanishga har doim ham ma'qul emas, har doim ham mos kelmaydi. Ayniqsa sezgir teri bo'lsa, teringiz ulardan ortiqcha ishlatmaganingiz ma'qul. Serum va ampuladan asosiy bir-biridan farqi. Serum sizning har kungi hamkoringiz, demak har doim uni ertalabki parvarishda ham foydalansangiz bo'ladi. Ampula esa favqulodda holatlarda tezda shoshilinch yordamga keladi. Bundan tashqari, ampulalar ko'pincha faol moddalarning yuqori konsentratsiyasiga ega bo'lganligi uchun ular tezroq ko'rinishga ega bo'lgan natijalarga yordam beradi. Demak, yuzimizdagi muammolar bilan tezroq kurashmoqchi bo'lsak, ampuladan foydalanganimiz ma'qul. Chunki ampula tezroq tuzatib beradi, tezroq kurashib beradi muammolarimiz bilan. Ammo ampuladan foydalanayotganimizda juda ham ehtiyotkorlik bilan foydalanishimiz kerak, chunki u yerda dozasi, demak, kuchliroq bo'ladi. Ampula va serumni birga ishlatish mumkinmi? Ha, albatta birga ishlatishingiz mumkin. Masalan, ertalab namlovchi yoki himoya qiluvchi asosiy serumni, kechqurun esa har xil kislotalar yoki kuchli komponentlar bo'lgan ampulalardan foydalanishingiz mumkin. Asosiysi terini ortiq yuklamasdan va bir vaqtning o'zida bir nechta faol moddalardan foydalanmaganingiz ma'qul. Agar ular bir-biriga mos kelmasa, umuman ishlatmang. Bizni onlayn do'konimizda juda ham har xil sığırtka, serum, ampullarni topishingiz mumkin. Men hozir sizga ko'pini emas, bittasini ko'rsatib o'taman. Demak, yuzimizga juda ham chuqur namlantirish beradigan Roundlab brendidan Beauty serumi bu yuzimizni juda ham chuqur namlantirib beradi va tinchlantirib beradi. Dermafactory brendidan niacinamid alfa arbutinli sığırtkamız yuzimizdagi dog'lar bilan oqartirish uchun kurashadi. Bular teksturasi juda ham yengil, demak bularni har kungi yuz parvarishingizda foydalanishingiz mumkin. Sizga juda ham kuchliroq effekt beradigan va tezroq effekt beradigan narsa xohlayotgan bo'lsangiz, unda sizni ampula olishingiz kerak. Bilasiz, ampulalarimizda ham turi ham juda ham ko'p. Yoshga doir bo'lgan opalarimizda, demak, antivazrastniy ovqatlarda yuzimizdagi ajinlardan tezroq mayda ajinlar bilan tezroq kurashishni xohlasangiz, PDR ampulasini olganingiz ma'qul. Va ular juda ham tezda borib, o'zini ishini qiladi, demak muammolar bilan kurashadi. Roundlab brendidan Cicapain ampulasi esa yuzingizdagi toshmalarni, kupiroz, kengaygan porlarni toraytirib beradi. Bularni kechki parvarishda qilganingiz ma'qul, chunki bularda juda ham kuchli mahsulotlari bor. Bularning teksturasi sal og'irroq bo'ladi. Ko'rsatishingiz mumkin. Mana hozir berishdan Roundlab brendiniki. Ko'rganingizdek, bu sal teksturasi boshqacharoq. Serumlarning teksturasi yengil bo'ladi, har kuni foydalansangiz bo'ladi. Ana, bugungi videomiz orqali siz endi serum va ampula o'rtasidagi farqni ham aniq bilib olasiz. Kommentariyamizda bemalol qoldirishingiz mumkin. Sizlar qanday serumdan foydalangansiz va qaysi ampuladan foydalanganingiz haqida yozishingiz mumkin. Ular sizga qanday yordam berganini bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bizni onlayn do'konimizdan xarid qilib oling. Agar bizni onlayn do'konimizdan xarid qilib olmagan bo'lsangiz, aytib o'taman, birinchi buyurtmangiz uchun 10% chegirmaga ega bo'lasiz. Bizning kanalimizga a'zo bo'ling.